Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Programımızın 116. sanıda ana tilinin ahmiyeti degan tema to'xtalamiz. Programımızın bugünkü aziz mehmoni Ulamalar Birliği'nin azası Ustaz Muhammed Yusuf Qarajim bo'ladi. İnşallah bu tema bugünkü programımızda şu ana tilininki qo'dashning zurriyati qanchalik, bu ana tilni qanday qilgani qo'dab qolg'ili bo'ladi, ana tilga ahamiyat bermaslikning qanday ziyonlari bor degan temalarda to'xtalib savollarga javob topishga tirishamiz. Muhammed Yusuf Qarajim, programımıza hoş geldin. Rahmet, Allah razı olsun. Hoş bulduk. Programımızda şu ana tilni qo'dashninki qanchalik zurriyati bor degandan boshlab kelsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ana tilini qo'g'dash bo'libmi hozirgi vaqtda? Ana tilini qo'g'dash hammadan muhim bir masala bo'lib qoldi. Balalarga o'zimizning Uyg'ur tilida so'zlashishni va Uyg'ur tilida yozishni, Uyg'urcha o'qishni o'rgatish xuddi Qur'on o'qishni o'rgatganga o'xshash zaruriyat. Çünkü birkaç milyon Müslümanın tili saklanıp kaldığın meselede. Hem de bu ana tilinin ki ehmiyetini bizim ecdatlarımız tarihten biri bunu bilip gelgen. Mesela babamız Mahmud Kaşgari dünya gıdanlık Türk Diller Divanı'nı tüzüp çıkışta iki maksat bilen şunda kılgan deydi o alimler. Biri özümüzün tilini unutup kalmaslık, özümüzün tilini saklap kalish. İkinci, başka milletlerinin bu Uygur tilini öğrenişi için. Çünkü şu vakitlarda Qaraqallilarning aşı devirlerde İslam dini bizim memleketimizge kirişki başlaş bilen Arap dili bilen Fars dili birge kirgenken Arap dili bilen Fars dili naite bek devir sürüvatkan vakitken. Anda oğandaki insanlar Arap dili ve Fars dilini birilip gidip yüzününki ana dilini unutup kalmasın diyen asasta ana dilini saklap kalish asaslık ve başka milletimi ügensin diyen asasta Türk Diller Divanı yazıp çıkanken. Yani babamız Yusuf Has Hacip bu Kutatku birlikte has Uygur dilinde yazıp çıkanken. Babamız şu devirlerde edipler her kandak bir eserge Farsça ve yoki Arapça sözlerden koşup kılmasa o eser edebi eser hesaplanmaydıgan. Şunda bir yani Arap dilinden Fars dili moda olan bir zamanda aşının riayet kılmay has Uygur tilde yazıp çıkan iken. Kutatku birlikte tetkik kılvatkan alimler deydi. Kutatku birlikte başka tillerden kirip kalkan sözden intayın az uçurtuldu ancak 100'e yetmeydi deydi. Şunçalık ehmiyet vergen iken. Onun için Sakkaki, Lütfi, Nizari, Atai diyen şairler aşularının hemisi üzününki şiirlerini, gazellerini sap Uygur tilde yazgan iken. Yakınca bizimki ziyalilerimiz ve ulemalarımız halkımızı balalarga özümüzün tilini öğütüş doğrusunda nayet yaxşı çağırıqlarını aynı kılıp kelgen. Endi biz hazır muhaciratdaki Uygurlar özümüz bağlan memleketlerge sınıp gidivatımız. Endi şu tilimizni yo'qotmasak ve dinimizni yo'qotmasak, iki nersimizni, iki en güçlerini çin saklasak, biz yana qaysi bir zamanda olsun Allah nasip qilgan vaqtda qat ko'tarolamiz endi. Din bilen tilning bir milletni saqlab qoladigan asosli omil ekanligida shak yo'q endi. Endi dinimizni her türlü qo'g'dayapmiz. Nerede bo'lsak, Saudiya Arabistonda bo'lsin, Turkiyada bo'lsin qo'g'dayapti. Ama tilga ko'ngil bilish az bo'lyapti. Ko'ryapmizki, Saudiya Arabistonga 70 yil, 60 yil burun chiqqanlarningki ballari faqatla Arab bo'lib ketganlik. Ularningki yurish turishi, gap so'zi, hatto kiyim kechiki, tili hammasi Arab bo'lib ketganlik. Burun chiqqan Turkiyaga burun kelganlarning ballari
türklüşüp ketiglik. Endi bu bizningki milletimizni saqlab qolishning eng muhim omil bo'lgan tilga ko'ngil bilmagandan keyin bu bolalarda vatan sevgisi, vatanga bo'lgan va ko'ngil bilish deydigan narsami bo'lmaydi ekan. Chunki psixologlar deydi, har qanday bola o'zi so'zlashayotgan tilning tilga mos holda fikr qiladigan, shu tilga mos holda o'ylaydigan bo'ldi ekan. Masalan, hamda chet ellardagi bizden burun chiqqanlarniki ballarda hamda o'zimizningki milliy urf-odat, Uyg'urlarning urf-odati, qoida usullarga oid bilimlardan ularning mahrum ekanligi, nihoyat kam ekanligi bilinib turdi. Ba'zi oilalarda hamda ba'zi azroq saqlanib qolgan bo'lsa-mu, umuman aytganda urf-odatlarimiz yo'qolib ketgan, til yo'qolib ketgan. Hamda masalan Saudiya Arabistonda hozir biz sharda yashayapmiz-ku, aşağıda hozirgi avlod hamda o'zini men Uyg'ur deydi, lekin beag'iz so'zni bilmaydi. Hamda ular vatan uchun, Uyg'urlar uchun bir ish qilg'im bor deb ba'zi yig'inlarga qatnashadi masalan. Ammo til bilmaganlik uchun demakchi bo'lganini ifodalayolmaydi va u yig'inda bo'lgan gaplarni tushunolmaydi. Shunda xizmat qilg'usi bo'lsa-mu, til bo'lmaganlik uchun qilolmaydi. Shunga til nayt muhim narsa. Bir millatning shu millatga mansub bo'lishi uchun shu til kerak. U tilni bilmay turib qanday mansub bo'ladi bir millatga. Shu tilni bilmay turib u millatningki qimmatlarini qanday saqlag'il bo'ladi. Shunga Uyg'ur tilini o'rgatish nihoyat bak muhim ekan. Endi hozir mutaxassis olimlar deydi, bolalarni 6 yoshga kirib bo'lg'uchilik o'zining tilda so'zlashadigan, o'zining tilda yozadigan ayna qilib olsa, onun bola 6 yosh kirib bo'lgandan mayli Türkçe maktabda o'qibdi, inglizcha o'qibdi, arabcha o'qibdi, qaysi tilda o'qisin, ammo eng asosli bir asosni selib olgan bo'lgan, uni unutib qolmaydigan. Ammo 6-7 yosh kirib bo'lguncha bolani o'zimizning tilda o'rgatmay, o'zimizning tilni so'zlashmay uyda, o'zimizning tilda binas o'qib bermay, o'zimizning tilda yozmay, ayna cho'ng qilgandan keyin u bolalarga biz o'zimizning tilda o'rgatamiz deb qo'psak, bu yandaşma bir ma'arif bo'lib qoldi ekan. Bu ma'arif u chaqda maktabning ma'arifining oldiga o'tolmaydi ekan. Uningdek ko'ngil bilib ketolmaydi u chaqda. Ish chata qildi ekan. Shunga bolalarni 6 yoshga kirib bo'lg'uchilik o'zimizning tilda so'zlaydigan, o'zimizning tilda yozadigan qilib olish nihoyat bak muhim ekan. Mushu bolalarningki tilni o'zining tilda so'zlaydigan qilib balalarniki o'zimizning Uyg'ur tilini saqlab qilish shu vatandagi bir qancha million xalqimizning va o'zimizning tuqqanlarimizning ashularning saqlanib qolishi uchun bu bir vosita ekan hamda. Nihoyat bak muhim ekan. Tunigan shu xalqaro ona til kuni bo'lganda nurg'un narsalar yozilibdi, nurg'un faoliyatlar bo'libdi. Shu bizningki o'zimizning tilni saqlab qolishimiz uchun bu ishning nihoyat yaxshi. Bu ishning hammasiningki bizning xalqimizga ona tilimizni saqlab qolishimizga turtki bo'lg'isi deb umid qilaman. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Nihoyat yaxshi bir ujuqlim bala. Endi shu ona tilni qanday qilganda saqlab qolg'ili bo'ladi? Her devletle hem meylen bir ana tilini saklap kılımızda tirişvatımız, elbette bu yeterlik bu muğallık hem meylenge ayan. Bunu kayıs şekilde bu tilini saklap kılalayımız bu vakti bir düşünce vergen bozla. Bunu hem de ana tilini saklap kılışta her kandak bir Uygur'un bunu kılalaydiken, kılanmaydıgan Uygur yok hem de onu. Onu sözleşik gerek. Şu ballağa Uygur tilini, sap Uygur tilini sözleşik gerek. Başka tilde sözlüse Uygur tilde sözlen balam deb ajda qilish kerak. O'zimiz ailesidan boshlash kerak. Boshlagandan keyin boshqalarga bir ta'sir ko'rsatkili bo'lgan. Masalan, 97-yili herhalde men bir Saudiya Arabistonga kelgan chaqimda, shu bir hajga kelgan vaqtimda bir o'zbek odamninki mas'uliyatiga yerda bir o'zbek odamninki dukkuniga kirib qoldim. Shu odam bilan paranglashib tursam, kichik bir bolasi herhalde 6 yaş etrafındaki bala o'shnisi somka shu maktabdan kelayotgan o'xshaydi. Dadasi qo'shunda yaxshi o'zbekcha javob berdi-da, men maktabdan keldim hozir deb. Bu balangiz bak yaxshi
Abdan Özbekçe gap qitgan yaxshi Arabcha gap qilmaydi ekan desam, bizninki shunda bir siyosetimiz var. Bizning memleketimiz. Bizning bu memleketimizde özümüzün Özbekçe söz biridi, söz qiladi. Ama memleketimizden sirtga chiqqanda Arabcha gap qilamdi, İngilizce gap qilamdi, o özünün işi. Ama bizning uyda faqat o'zimizning tilda gaplashamiz degan bu gapi nihoyatda bak ta'sir qilgan menga u odamning hozirgacha esimda turdi. Qarab baqsaq rosa amaliyotda o'sha Saudiya Arabistonda turayotgan o'zbek qarindoshlarimiz bizga qaraganda o'zining tilini saqlashda nihoyatda bak mahkam ekan yani. Har qanday bir o'zbek bo'lsa, qandaqla bir o'zbek o o'zining tilini bilayotgan. Qandaq bir o'zbek bolasi paranglashib qolsak o'zining tilini bilayotgan. Ammo bizning ko'rimin Uyg'ur özünün Uyghur tilini bilmeydi hem de. Bu bir emeli bir reallik bizim kökenimiz hem de. Bizninki belki bu kemçilikimiz buluşu mümkün. Şuna qandaq qılganda Uyghur tilini, balalarımızda Uyghur tilde terbiyeli oldu ve Uyghur tilini saklap qağıl buldu degende ailemizden başlaş gerekken. Özümüz balalarga chiroyli ulag'ini tushuntirib, o'zimizning tilini saqlab qolmasak bo'lmaydi o balam deb, hatto ular bizga Arabcha ya Türkçe ya İngilizce başka tilde gap qilsimi, men sizning gapingizni tushunmadim, Uyg'urcha gap qilib bering deb, aynda qilib asta ko'ndaganligim balalarni o'zi hijirlab, o'zining tilda gap qildigan bo'lishi mumkin hamdi. Bu hamdi oilaning tirishchanligiga bog'liq ishcha. Bizning hamda bu maktablarda bunda bo'lmagan ekan. Endi ba'zi masalan Turkiyada tushgacha maktabda o'qigandan keyin tushdan keyin bolalar bo'shkan umuman nihoyat yaxshi bir fursat ekan. Buni Qur'on kursiga berish va Uyg'ur ana tiliga berish, boshqa til o'rganishga berish, kurslarga berish uchun nihoyat yaxshi bir fursat ekan. Shunday fursatdan foydalanib, shu ana tili o'rgatish, ana til o'rgatgan ayda kurslarga, ana til o'rgatgan maktablarga shunday yerga olib o'rgatish orqali va uyda so'zlashish orqali ikki tarafdan shunday qilsak, cho'qim bolalarni özümüzün Uyghur tilde gap qildigan, Uyghur tilde yazadigan ve Uyg'urcha o'qiydigan qilg'il bo'ladi hamdi. Biz qilib baqdik shuni. Biz amaliyotda beshimizdan o'tdi. %100 g'alaba qilolmagan bo'lsak, %70-80% g'alaba qildik, qilg'i bo'ldigan ish ekan. Ko'p rahmat. Endi shu ana tiliga ahamiyat bermaganda qanday ziyonlarni tatimiz bu vaqtda bir ko'rmallarimizga uçqilmagan bo'lsa. Endi o til degandan keyin tilga ahamiyat bermasang, o inson boshqa bir millatga aylanib ketadigan. Masalan, bizning o'z ko'zimizni ko'rganlarimiz endi muhojiratda o'zining bolalarga Uyg'ur tilini o'rgatmagan, Uyg'ur urf-odatini o'rgatmagan. Mushundaq oilalarningki bolalari hatto o Uyg'ur tiliga muhabbatimi yo'q, Uyg'urning vataniga muhabbatimi yo'q. Uyg'urlarga hech qanday bir yaqinligimi yo'q. Unda cho'ng'ilgan nachchani bu bakchiq ko'rdik bundaq bu ishlarni. Buning asosiy sababi nima desa, bularningki bu oilalarning ko'pragi boshqa millatlar bilan uylangan. Masalan, boshqa millatlar uylangan. Anda bo'lgandan keyin bu boshqa tarafga tortib ketib, mayli dadasi boshqa millat olsun ya anası boshqa millat olsun o'xshashgan bu ash taraf tortib ketgan. Biz Uyg'urlar binasini tiz qabul qilgan millat ekanmiz, ammo binasini pek ching turolmaydi ekanmiz. Shunga biz masalan qizlarni boshqa millatga bersakmi, masalan boshqa millat bizningki bolalarimiz boshqa millatning tilida so'zlashgan, boshqa millatningki urf-odatini qabul qilgan shunda bo'ldi ekan. O'g'illarımızga boshqa millatni epbergan taqdir epbergandimi yana ko'zimizni ko'rganlik ahvollardi epbergandimi yana shu onasi tarafda bulab ketib bola onaninki madaniyati, onaning urf-odati, onaning tili shuning bilan bulab ketgan. Hatto shu Saudiya Arabistonda ko'ryaptimizmi, burun chiqqan vaqtida Uyg'urlardan o'ylanay desa, Uyg'urlardan jiq kishilar yo'q bu yerda. Anda bo'lgandan keyin puli jiqroq odamlar Misrlikdan, Yamanlikdan o'ylanib ekan. Puli ozroqlari Hindistonlikdan, Bangladeshdan o'ylanib ekan. Jiq hamsharlarniki, Uyg'urlarniki shunday hamda. Bizning ayoli Arab, bizning ayoli Bangladesh shunday hamda. O bolalarning o'zi %100 Arab hamda o. Onunki hamda ularda hamda bundaq vatan sevgisi, millet sevgisi ya üzerinin tili deyotgan narsa yo'q. Hatta bazı nomus qilgan darajada
aşında bulup gidip. Bunun hemmesi şu sebep olan ata-ana hamda. O cemiyet qanday olsa bolsun mesela. Meyli İngiltere'de yaşaylı, Amerika'da yaşaylı, Saudi'de yaşaylı, Türkiye'de yaşaylı. Hemmini kıldığın aile. Aile aşı resmi aşı özümüzün Uygur tilide, özümüzün örfü adetinde balların anda yetiştiyse o dünyanın qayerda olsun, qaysi memleket olsun yetişeleydi, yetişip çıkalaydı. Cemiyette günah yok, o devlette günah yok. Ailede. Aile kılsı kılalaydı iken. Ben bilsem nurgun aileler var. Mesela hatta Suudi Arabistan'da, Türkiye'de, Kazakistan'da ben üzem bildiğim bir kanca aileler var. Ballar diyen aşı yüz Uygurca yap kıtkan. Uygur örfü adeti, Uygur kaydı usulünü şunda bildiğin aşında ailelerini bilme. Yani kılgıl bulduğun işken hem de bu. Şuna aileden başlaş gereken. İşte. Köp rahmet, Allah razı olsun. Dünyanın her kaç joydaki körürmerlerge inşallah bu yeterlik dep qarayma. Mening bu ahirde qıtıp koyduğum zaten biz evvelim şu ana tilini saklap kılış için ailede bunun alayet ehemmiyet versek, ana dinkin şu arkanda bir mahallede Uygurlar topluş yaşavatkan rayonlar bulurken çok müşahede bir ana til yeslilerini berpa kılışımız gerek. Bulup Kur'an kurslarına hem tavsiye, Kur'an kurslarında balların Kur'an savadını çıkargaç, yani ana tilini yetildirişki alayet ehemmiyet verişine esletimen. Hemmelerge köp rahmet, programımızı bir ahırlaştırmamız, köngül koyup körgün köp rahmet, qayt uçuş ümidi bilen her birinlerden hoş desimiz, hayırlı hoş selamet bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.